Bitcoinga ishonch yo'q. Xohlasa ko'tariladi, xohlasa tushadi. Men sotib olmagan bo'lardim. Sizga bitta savol. Nimaga ishonch bor bu dunyoda sotib olasiz, keyin faqat narxi o'sadigan? Uy joyga, ko'chmas mulkka ishonch bormi? Misol uchun so'nggi 1 yildan beri Toshkent shahrida uy joylar narxi tushadi. Yoki manaman degan yirik kompaniya Nokia. Ko'pchiligimiz bilamiz, qanchalik yuqori darajaga chiqib, dunyodagi eng zo'r telefon ishlab chiqaruvchi bugun sinib ketdi shunaqa kompaniyalar. Yoki birorta davlatga ishonch bormi? Xohlasa zilzila bo'ladi, xohlasa urush bo'ladi, xohlasa bomba tushadi. Hatto o'zingizga ham ishonch yo'q, tanangizga ham ishonch yo'q. Xohlasa kasal bo'ladi, xohlasa o'ladi. Gaplarimni o'zingizga og'ir olmang. Do'st achitib gapiradi. Investitsiya qilish riskka bardoshli erkaklar uchun, yig'loqi qizlar uchun emas.